tushda sharob majlisini ko'rish. Ibn Sirinning aytishicha, tushda sharobxo'rlik majlisida ekanini, biroq sharob ichmaganini ko'rsa, buzg'unchilik va harom bilan mashg'ul bo'lmasligi, biroq bunga rozilik berishiga ishoradir. Agar sharob majlisida mutrib, chang va chag'ona kabi musiqa asboblari borligini ko'rsa, unga g'am-u anduh yetishini yoki birorta odam bilan dushmanlashishini bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.